Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Sergeli tumanida joylashgan omborxonada yong'in sodir bo'ldi. O'zbekistonda energetika haftaligi boshlandi. Xorazmga asteroid quladi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Qiziltepa tumanida yashovchi 4 nafar fuqaro Zarafshon daryosidan elektr toki yordamida qariyb 400 dona baliq ovlagan. Ular orasida 46 dona Qizil kitobdagi Turkiston mo'ylovdori ham bo'lgan. Taqiqlangan usul bilan baliq ovlashgan fuqarolar reyd paytida qo'lga tushgan. Ashyoviy dalillar sifatida qayiqlar, akkumulyatorlar va elektr uskunalari olingan. Navbahor tumani sudi ularni 3 yil ozodlikdan mahrum qildi va 6,3 milliard so'm moddiy zarar undirishga qaror chiqardi. Joriy yilning 12-may kuni soat 3:39 da Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Bog'ot tumani Yuksalish mahallasi Obod vatan ko'chasidagi 4-uy dahlizining taxminan 10 kvadrat metr tom qismi qulab tushganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Ta'kidlanishicha, mazkur holat yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda turli asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar, xususan hodisa joyiga asteroid tushgani haqida noto'g'ri xabarlar tarqalmoqda. Shuni ma'lum qilamizki, hodisa sodir bo'lgan manzilda Ichki ishlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus laboratoriya xizmatlari tomonidan o'rganish ishlari olib borilgan. O'rganishlar davomida hodisa joyida hech qanday fazo jismlari yoki portlashlar yoki portlash xususiyatiga ega moslamalarning qoldiqlari aniqlanmagan, deyiladi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborotida. Shuningdek, o'rganishlar davomida xonadonda 2 propan gaz ballonlari mavjudligi aniqlangan. Hozirda hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 13-15 may kunlari SAEX Uzbekistan xalqaro ko'rgazma markazida O'zbekiston energetika haftasi UAW 2025 Respublika yoqilg'i energetika kompleksining eng katta konferensiya ko'rgazmasiga start berildi. Xalqaro ko'rgazma kompaniyasi ITK Exhibitions va uning hamkorlari ko'magida tashkil etilib, tashkilotchilar haftaligi doirasida O'zbekiston Respublikasi energetika tarmog'ining rivojlanishi va mintaqaviy dialog uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berdi. Haftalikning ish dasturi xalqaro forum, neft-gaz konferensiyalari tashkil etiladi. Bu yilgi forum barqaror energetika uchun mintaqaviy hamkorlik shiori ostida o'tkazilmoqda. Alohida e'tibor yashil energetika masalalariga qaratilgan bo'lib, bu davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'lon qilingan atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarga hamohangdir. Forumning 3 kunlik dasturida vazirlik va ekspertlar dialoglari, plenar sessiya, panel va texnik sessiyalar, xalqaro mutaxassislar ishtirokida taqdimotlar ko'zda tutilgan. Bu yerda yoqilg'i energetika kompleksining 2 asosiy yo'nalishi uglevodorodlar qazib olish va elektr energetika sohasini o'z ichiga oladi. Ko'rgazmalarda taqdim etilayotgan jihoz va texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi, konferensiyalarning mavzulari tadbirning ilmiy amaliy komponenti bilan zich bog'liqdir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 2025-yil 14-may kuni soat 11:03 da Toshkent shahrining Sergeli tumani Nilufar ko'chasida joylashgan omborxonada yong'in sodir bo'lgani haqida shoshilinch xabar kelib tushgan. Voqea joyiga eng yaqin yong'in qutqaruv ekipaji atiga 2 daqiqa ichida soat 11:05 da yetib borgan. Hozirda yong'in mahalliylashtirilgan va xavfli holat bartaraf etilgan. Vazirlikning malakali mutaxassislari yong'inni to'liq bartaraf etish hamda uning kengayib ketishining oldini olish ustida ishlamoqda. Shuningdek, yong'in sabablari va yetkazilgan moddiy zarar miqdori bo'yicha tegishli mutasaddi idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hodisa oqibatida jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Davlat xavfsizligi xizmati litsenziyasi bo'lmay turib faoliyat yuritib, haj va umraga jo'natish uchun pul talab qilgan sayyohlik firmalarini aniqladi. Davlat xavfsizligi xizmatining Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi turistik firmalardan birining 4 nafar xodimi, 3 nafar fuqaroni ishchi vizasi orqali haj ziyoratiga yuborish evaziga 7000 AQSh dollaridan hamda 1 nafar fuqarosini sayyohlik vizasi orqali yuborish evaziga 5000 AQSh dollari
jami 26 ming AQSh dollari talab qilishib, oldindan 20 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ushlandi. Shuningdek, Namangan shahrida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan shaxs joriy yilda haj safariga yuborish bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarga soxta e'lonlar joylab, 3 nafar fuqaroning ishonchiga kiradi. Ularning har biridan 4900 AQSh dollari, jami 14700 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan barcha qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Milliy o'yinlar, poygalar, bellashuvlar, turli musobaqalar, marosimlar avloddan avlodga o'tib, tarixiy merosga aylanib saqlanib kelmoqda. Tarixdan ma'lumki, xalq sayillari, bayramlari milliy o'yinlarsiz o'tmagan. Unda yoshi ulg'ayib qolganlar o'z shogirdlariga hayot estafetasini topshirganlar. Sayillarda, bayramlarda musobaqalarni tarafma-taraf bo'lib o'tkazish, qatnashchilarning jamoa bo'lib harakat qilishlari, ishtirokchilarning baquvvat, epchil va chaqqon, qiyinchilikka chidamli, tirishqoq va tadbirkor bo'lishlarini taqozo etgan. Milliy o'yinlar, kurash, ko'pkari va sportning ommaviy turlari xalq orasida qadimdan saxovat belgisi sifatida ham namoyon bo'lgan. Mashhur uloqchilar, polvonlar, xalq o'yinlari ishtirokchilari tez-tez musobaqalar o'tkazib, bellashuvlardan to'plangan mablag'ni yetim-yesirlar, ko'p bolali oilalar hamda qariyalarga hadya etganlar. Ko'priklar, masjidlar, madrasalar, kanallar, yo'llar va boshqa xalq hasharlarida ishtirok etganlar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.